قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 8-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda fi'l madi, ya'ni o'tgan zaman fe'li bilan oxirgi qatim tushirishimiz. Xo'sh, biz birinchi qism kitobdanki o'ttirdan boshlab fe'llar bilan tanishishga boshlagan. Biz arab tiliga fe'llarni 3 ga bo'lgan. Ya'ni o'tgan zaman fe'li, hozirgi zaman fe'li, kelgusi zaman fe'li deb. Endi biz o'tgan zaman fe'lini o'rgandik. Mana bugun o'tgan zaman fe'li bilan xo'shlashimiz. Unda bo'lsa, biz o'tgan zaman fe'lini bir qatim takrorlab oxirlashtiramiz. Bugungi darsimizning asosli mazmuni shu. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thamin 8-dars. Qaraydigan bo'lsak, bizga g'oib deb bu yerda bir ko'znak berdi. Uning aslida muhattab bir ko'znak berdi. Uning aslida mutakallim deb bir ko'znak berdi. Hadi bu so'zlar bizga yot emas. Chunki biz buni ilgirki darslarimizda tafsiliy tushuntirib bo'lgan. Ya'ni g'oib deganimiz g'oib degan gap. Ya'ni qishimizda, bizning so'rinimizda bo'lmagan odam. Ya'ni bizningki so'rinimizda bo'lmagan odam qancha shaxs bo'ladi? 3-shaxs bo'ladi. Ya'ni g'oib 3-shaxs. Muhattab xitob qilinuvchi degan gap. Ya'ni so'zni anglovchi degan gap. Endi so'zni anglovchining qancha shaxs bo'ladi? 2-shaxs bo'ladi. Mutakallim, ya'ni takallaman chiqqan so'z, mutakallim degan so'zluguvchi degan gap. So'zluguvchi qancha shaxs bo'ladi? 1-shaxs bo'ladi. Ya'ni biz fi'l modini shaxs jihatda 3 ga bo'lamiz. 3-shaxs, 2-shaxs, 1-shaxs deb. 3-shaxsi bu 6 xil shaklda chiqadi. Ya'ni 3-shaxs erlik birlik, 3-shaxs erlik ikilik, 3-shaxs erlik ko'plik. Qaraydigan bo'lsak, al-muzakkar degani erlik degan gap. Hamidun zahaba, Hamid ketdi. Mana zahaba, Hamid ketdi. Zahaba degan fe'lni biz fi'l madi, ya'ni o'tgan zaman fe'li deymiz. Ya'ni 3-shaxs erlik birlik, ya'ni Hamid er kishi bir odam. Hamid ketdi degan gap. Endi o'tgan zaman g'oib 3-shaxs erlik ikilik uchun zahaba, asl keyingi bir alifdan birini qo'yamiz. Masalan, Muhammad va Hamid zahaba deymiz. Ko'plik uchun desa, masalan, bu odam cho'qim ko'p bo'lishi kerak buningga. Hamid, Hashim va Ali zahabu. Hashim, Ali, Hamidlar qanday qildi? Ketdi. Zahabu deganimiz 3-shaxs erlik ko'plik shakli. Al-muannas degani ayollik degan gap. Aminatu zahabat. Amina qanday qildi? Ketdi. Ya'ni zahabat fi'l madi 3-shaxs ayollik birlik shakli. Ayollik ikilik shakli-chu zahabata chiqadi. Masalan, Aminatu va Fatimatu zahabata deymiz. Hamda ko'p ayollar bo'lib qolsa-chu, Aminatu va Zaynabu va Maryamu zahabna. Amina, Zaynab va Maryam ketdi ular. Zahabna fi'l madi 3-shaxs ayollik ko'plik shakli. Arab tilida 2dan yuqori sonni, ya'ni 3dan boshlab ko'plik kitaba bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsak, mana erlik birligi, ayollik birligi 2, erlik ko'pligi, ayollik ko'pligi 4, ondan keyin erlik ikiligi, ayollik ikiligi 6. Muhattab 2-shaxs muzakkar. Bu 3 ga bo'linadi muzakkar. Masalan, anta zahabta. Anta zahabta. Qaraydigan bo'lsak, zahabta ba'din sen. Bu birlik, erlik, birlik. Antum zahabtum ba'din sizlar. 2-shaxs erlik ko'plik. Anti zahabti ba'din siz bir ayol. 2-shaxs ayollik birlik. Antum zahabtunna. Zahabtunna 2-shaxs ayollik ko'plik. Mana 1 2 3 4. 4 dona. Endi erlik ikilik, ayollik ikilik. Ya'ni zahabtuma va zahabtuma. Jami 6. Mutakallim 1-shaxs qaydigan bo'lsak, bu erlik ayollik. Buning birligi va ko'pligi buningki o'rtaq chiqadi. Masalan, ana zahabtu.
Zahabtu degan bu birinchi shaxs birlik shakli, er ayollik o'rtoq. Zahabna baduq biz er ayollik o'rtoq ko'plik shakli. Mana shuning bilan Piyala Madining xulosasi tugadi. Endi bu yerda bizga bir muhim, bundan keyingi darslarimizga munosabatli bo'lgan va shu piyallarni tushunishda muhim bo'lgan bir mazmun bor. O qaysi deganimizda, endi biz piyalla ismimizga kelsa, cho'qim bu piyalningki qilg'uvchisi, sharkatning qilg'uvchisi ekanligimizda hozir bo'lish kerak. Piyal bo'ladi ekan, cho'qim o piyalningki vujudga chiqaruvchisi, ya'ni qilg'uvchisi bo'ladi. Masalan, zahaba desak bu bir piyal bo'ldi. Bu piyalning qilg'uvchisi kim? Ya'ni kuchi kim desak, Hamid. Da bo'lsa buning fa'ili Hamid demdiqsi yo'q. Chunki arab til qoidasida fa'il hargizmi piyaldan qanday kelmaydi? Beshida kelmaydi. Zahabadni Hamid beshida kelib qolganligi uchun buni fa'il demaymiz. Garchi ketkuchi Hamid bo'lsin. Unda o'z fa'ili nima desak, fa'ili ketdi. Kim ketdi? U ketdi. U degan gapdan chiqdi, zahabaning tigida huwa, ya'ni u degan bir yushurun damir almash va mushu almash zahabaning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Endi u degan almash kimni ko'rsatadi? Hamidni ko'rsatadi. Zahabaning fa'ilini tigida yushurun deymiz. Zahabun fa'ili chu Hamid, Hashim, Alilar ketkilar shunday-ku, ammo bularni fa'il demaymiz. Endi mushlarni bildiradigan bir damir bor mush fi'lning o'zida. Shu nima bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Masalan, zahabudagi vo zahabun nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Chunki fa'il degan fi'ldan ilgari kelmaydi. Aminatu zahabat. Amina ketdi. Zahabat ketdi. Kim ketdi? U ayol ketdi. Zahabatning fa'ilisi yushurun ya degan yumshadiki tegidiki yushurun almash, aminaga qaytadigan bir almash. Zahabatning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Zahabna oxiridagi nun zahabnaning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Muxatab kelsak, zahabta badin sen, ketdin sen degan gap. Endi buning fa'ili qaysi? O'zining chiqib bilan turadi. Badin sen. Kimga fa'ili? Sen. Qani sen degan gap ta. Bu yerdagi ta'ning bo'ladi, zahabtaning fa'ili bo'ladi. Zahabtum badinni sila. Bu yerdagi fa'ili qaysi bo'ladi? Tu. Ko'p badinni sila. Zahabti badinni sen ayol. Ti bu yerdagi zahabtaning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Zahabtunna badinni sila ayollar. Bu yerdagi ta nim bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Ana zahabtu men badin. Endi zahabtuning fa'ili nima bo'ladi? Zahabtu badin men. Kim badin? Men. Unda bo'lsa tu nim bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Zahabna baduq biz. Bag'ana kimken? Bizken. Unda bo'lsa bu fi'lning fa'ili kim bo'ladi? Na bo'ladi. Mana fi'llarningki fa'il bilan bo'lgan munosabati mushular. Endi biz ko'nikma kiraylik. Tamarin ko'nik bilan birinchisi akmilil jumalal atiya. Tuandagi jumlalarni to'liqlang deydi. Nima bilan to'liqlaymiz? Bi wad'il fi'li zahaba fil faragh ba'da isnadihi ila ad-damir al-munasib. Bosh o'ringa zahaba fi'lni qo'yish bilan ba'da isnadihi ila ad-damir al-munasib. Munasib zamirga yulab bo'lgandan keyin, ya'ni munasib zamirga yulab bo'lgandan keyin degani zahaba bu erlik birlik. Endi ko'p odam bo'lib qolsa bunga zahaba qo'ysak bo'lmaydi. Bunga bir munosib zamirni oxiriga qo'shib ondan keyin deymiz. Masalan, zahabu buni qo'shib deymiz. Ya'ni munosib harfni, zamirlarni qo'shib bo'lib ondan keyin qo'ying deydi. Jumlaning buning bosh oyoq qaraymiz oldi bilan. Masalan, birinchisi ayna tullabul jududu. Yangi o'quvchilar qayerda deydi. Xo'sh. Endi yangi o'quvchilar mudirga ketdi demak bo'lsak nima deymiz? Zahabani qo'ying dedi shundaqo. Katta ular mudirning qashig'a demoqchi bo'lsak, zahaba ilal mudir desak to'g'rimi? Yo'q, nimishqa? Chunki zahaba erlik birlik. Bu yerdagi tullab ko'plik. Unda bo'lgan ekan, bu ko'plikka ko'plik holatga kelish kerak. Ayollikni qo'yamdiq. Yo'q, chunki tullab o'g'il o'quvchilar ekan. Unda bo'lgan ekan, zahabaning erlik ko'p shaklini qo'yamiz. Endi ketgini sizlar ekan yo ular ekan? O'quvchilar, ya'ni ular. Men bilan siz bilan munosib bo'lgan ular. Uchinchi shaxs. Unda bo'lgan ekan, zahabaning uchinchi shaxs erlik ko'plikni qo'yamiz. Nima bo'ladi? Zahabu ilal mudir. Katta ular mudirning qashig'a. Ikkinchisi qaranglar. Nahnu bosh o'rin maydonga. Biz zahabaninki nahnuga mos keldigini qaysi? Nahnu zahabna. Albatta nahnu kelgandan keyin qaysi keladi? Zahabna. Biz maydonga bordik. Ayna bosh o'rin ba'da dars ya ikhwani. Ey qarindoshlarim, darsdan keyin naga bardinglar?
Zahabaninki badinglar sizlar ixvan deb qarindoshga biz xitob qilyapmiz a. İxvan o'g'ilmi qizmi? O'g'il. Birlikmi ko'plikmi? Ko'plik. Unda bo'lsa erlik ko'plik shakldagi zahabani olmishini qo'yamiz. 3-shaxsmi, 2-shaxsmi? Biz hozir gap qilyapmiz. Kimga? Qarindoshlarga. Men xitob qilyapmiz. Xitob qiling'uchi nima bo'ladi? 2-shaxs. Unda bo'lsa zahabaning 2-shaxs erlik ko'plik shaklini qo'yamiz. Qaysi? Ayna zahabtum ba'da ad-dars ya ikhwan. Qarindoshlar, darsdan keyin qayerga bordinglar? Mana shundan o'xshash. 4-chi qaranglar. Boş o'rin ila suqil yawm ya abi. Dada, xitob qilingan ekan, dada ekan. Dada, bugun bozorga neymiz? Bordingizmi deymiz. Unda bo'lsa, xitob qilingan qancha shaxs? 2-shaxs. Unda bo'lsa, ermi ayolmi? Er. Birlikmi, ko'plikmi? Birlik. Dada, bir dona. Unda bo'lsa, dada bugun bozorga bordingizmi deganiki, bordingiz zahaba degan fe'lniki 2-shaxs erlik birligini qo'yamiz. Ya'ni Zahabta ila suqil yawma ya abi. Dada bugun bozorga bordingizmi? Mana shunga o'xshash. 5-chi qarang. Ana ma bosh o'rin ila maktabatil yawm. Men bugun kutubxonaga bormadim. Ana kelgan ekan, cho'qim bunga mutakallim shakldagi fe'l kelish kerak. Ana birlikmi, ko'plikmi? Birlik. Unda bo'lsa mutakallim birlik shakli. Qaysi? Ana ma zahabtu ila maktabatil yawm. Unda bo'lsa qolg'ini sizlarga topshiriq o'zinglar ishlaysizlar. Ikkinchisi akmilil jumalal atiya. Tuandagi jumlani qanday qiling? To'liqlang deydi. Nim bilan? Bi wad'i fi'l madin munasib fi kulli min al-amakin al-khaliya deydi. Boş o'rinlarning hammasiga munosib fi'l madi, ya'ni o'tgan zaman fe'lni qo'yish bilan tuandagi jumlalarni to'liqlang deydi. Endi buni ishimizdan chiqarib qo'yamiz. Masalan, birinchisi qaraylik. Bu nima edi? Savol so'rash harfi. Azana ya Muhammad dedi. Muhammad azanni dedi. Azanni qanday qiladi? Angladingizmi desak bo'ladi. Unda bo'lsa, anglash degan nima deymiz? Sami'a. Endi Muhammad deb Muhammadga qanday qildik? Xitob qildik. Xitob qilingan nima bo'ladi? 2-shaxs. Muhammad erlikmi, ayollikmi? Erlik. Birmi, ko'pmi? Bir. Unda bo'lsa, 2-shaxs erlik birlik shakldagi shaklini qo'yamiz. Sami'ani. Unda bo'lsa, asami'tal azana ya Muhammad. Muhammad azanni angladingizmi? 2-chi qaranglar. Nahnu bosh o'rin kuratas sallatil yawm. Bugun biz basketbol qanday qildik? O'ynadik. Unda bo'lsa, nahnu degan qanday? Birinchi shaxs ko'plik. Nahnu la'ibna. O'ynadik degan qaysi? La'ibna kuratas sallatil yawm. Biz bugun basketbol o'ynadik. 3-chi qaranglar. Qumsani va manadili ya ummi. Ana kimga xitob qilyapmiz? Onamizga. Ana lo'ngilarni, lo'ngilarimni va ko'ngliklarimni qanday qildingizmi? Yudingizmi deymiz. Endi yudingizmi degan bu fe'lni kimga da'vatimiz? Onamizga. Onamiz erlikmi, ayollikmi? Albatta ayollik. Ko'plikmi, birlikmi? Birlik. Unda bo'lsa xitob qilyapmiz. Qancha shaxs? 2-shaxs. Unda bo'lsa 2-shaxs ayollik birlik shakldagi g'asalaniki fe'lni kiramiz. Unda bo'lsa qaysi? Aghasalti qumsani va manadili ya ummi. Yana ko'ngliklarim va lo'ngilarimni yudingizmi? 4-chi qaranglar. Bosh o'rin al-mudarrisu darsa ala sabra deydi. O'qituvchi darsni doskaga qanday qildi? Yozdi. Unda bo'lsa bu yerga kim yozibdi? Sizmi yoki menmi? U. Kim u? O'qituvchi. Unda bo'lsa qancha shaxs ekan? 3-shaxs. Katabal mudarrisu darsa ala sabra. Mana shuni o'xshash. Qolgan o'zing anglashlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. 3-chisi ta'ammal mayali. Tuandagilarni mulohaza qiling deydi. Buni biz bayatun tushundik, yana bir qadam takrorlab o'tib ketaylik. Zahaba bu bir fe'l. Zahaba fe'l. Damirun mustatir. Yushurun damir. Yushun damir nada? Zahabaning tegida. Huva degan bir damir bor. Mushu yushurun damir fa'il deydi. Zahabu ba'du ula. Buningdagi zahaba fe'l bo'ladi, vo'nin bo'ladi, fa'il bo'ladi. Zahabat. Zahaba fe'l bo'ladi, ma ta'chi ayollikning ta'si bo'ladi, ya'ni alamatu ta'nis ayollikning ta'si.
damirun mustatir. Tegideki hiya degan yushurun damir fa'il bo'ladi. Zahabna. Zahaba fiil bo'ladi, nun fa'il bo'ladi. Zahabta. Zahaba fiil bo'ladi, ta fa'il bo'ladi. Zahabtum. Zahaba fiil, tu fa'ili, mimchu alamatul jam'i. Ko'plikning alamati bo'ladi. Ko'plikni bildirish uchun kelgan. Zahabti. Zahaba fiil, ti'nin bo'ladi, fa'il bo'ladi. Zahabtunna. Zahaba fiil bo'ladi, tu fa'il bo'ladi, nun ko'plikning alamati bo'ladi. Buni biz tafsiriy darsda tushuntirib bo'ldik. Shunga biz buni bu yerda qayta takrorlamaymiz. Zahabtu. Zahaba fiil, tuju fa'il. Zahabna. Zahaba fiil, na fa'il bo'ladi. To'rtinchisi ayyinil fa'ila fima yali. Tuandikidagi fa'ilni muayyanlashtiring deydi. Unda bo'lsa, sizlarga topshiriq. Tuandagi hammasi fiil, mushu fiilda fa'ili bor. Fa'ilning ostiga siziq sizib chiqinglar. Qanday qilsizlar? Siziq sizib chiqsizlar. Fa'ilni topsizlar. Beshinchisi minad-damairil muttasila deydi. Ulanma almashlar. Biz damirlarni qanchaga bo'lgan? 2 ga bo'lgan. Ya'ni ulanma almash va mustaqil almash deb. Ulanma mustaqil almash deganimiz qaysisi? Anta, ana, nahnu deganimiz ma'no qanday bo'ladi? Mustaqil almash. Hum, huwa deganlar. Ulanma almash deganimizni tushunsak, zahabtadagi ta, zahabtidagi ti, zahabtudagi tu, zahabtumdagi tu, zahabtunnadagi tu hammasi ulanma almashlar. Zahabudagi vav ulanma almash. Zahabnadagi nun uchun ulanma almash, nadagi zahabnadagi nom uchun ulanma almash. Hammasiningki o'zininki mustaqil qiladigan almashish bor. Masalan, zahabtaning tan ulanma almash dedik. Buning mustaqil qiladigan shakli qaysi? Anta. Zahabtining ti ulanma almash. Buning mustaqil qiladigan shakli anti. Zahabtu tu ulanma almash, ya'ni fa'il bu. Buning mustaqil qiladigan shakli ana. Zahabtumninki antum, zahabtunninki antunna. Biz buni ilgari darslarda so'zlab bo'lgan. 6-si ta'ammal ma yali. Tuandagilarni qanday qiling? Muloyiza qiling deydi. Ayna Hamidun? Hamid qayerda deydi. Endi biz javobimiz unga xaraja deymiz, chiqib ketdi deymiz. Chiqib ketdi degan bu fiil. Buning fa'ili qani? Aslan jumlaning to'liqi xaraja Hamidun desak, xaraja fiil, Hamidun bo'ladi, fa'il bo'ladi, oshkor keldi. Endi Hamid kam edi bu yerga. Kamsakmi bo'ladi shu odatiy jumlada. Xaraja deb qo'ysak bo'ladi. Endi xaraja degan bu fiilning fa'ili qaysi deganda, xaraja fiil, fa'ili tegidiki. Kim chiqib ketdi? U. U degan gap o'sha xarajaning tegidi bor. Huwa degan damir o'sha tegida yushurun deymiz. Ayna Aminatu xarajat. Xaraja fiil ta ayollikning alomati. Tegidiki hiya degan damir, ya'ni yushurun damir nima bo'ladi? Fa'il bo'ladi. Xo'sh, saqlashlar. Unda bo'lsa bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.